turgan simlarni xarid qilganda 10% pulinglarni tejab qolmoqchi bo'lsanglar, shu videoni oxirigacha ko'ringlar. 10% chegirma yutib olish uchun oson. Men sizlarga simlarimizni assortimentini tanishtiraman. Bunaqa assortimentni yana qayerda ko'rgansizlar? Narxlarni aytib ketaman. Eng muhimi, hammasini narxini aytib ketaman. Narxlar sizlarga ma'qulmi? Uchinchi savolim, eng ko'p bizdan qaysi turdagi simni sotib olgansizlar? Shuni yozib ketsanglar bo'ldi. Hozir sizlarga ko'proq ma'lumot beraman narxlar bilan bu simlar to'g'risida. O'zi bu simlarni nimaga ishlatishadi deb ko'pchilik so'raydi. Bu simlarni kommentariyada kim mana shunaqa simlar bilan ishlasa, profilni atmetga qilsin, men pin qilib qo'yaman. O'sha profilga o'tib bilib olasizlar. Ko'proq DDM, juletkalar yasaganda, har xil dekorativ narsalar yasaganda ishlatiladi bu simlarni. Eng arzon simimizdan boshlaymiz. Bu Xurram sim deydi ko'pchilik. Buni 3 xil razmeri bor bizda. 1 lik, 1,5 lik, 2 lik. Bular narxi 5000 so'mdan. Bu dona narxlarni aytib ketyapman. 5000 so'mdan. Mana eng arzon simimizdan bor. Mana shu turishi, mana shu turishi 20 so'm. Buni 0.4 razmeri bilan 0.5 razmeri bor. Bundan sifati yaxshi bo'lgan simlardan mana buni yangi kelgan mana shu simimizdan bor. Buni narxi 10 so'm. Undan tashqari mana bunaqa ko'pchilik yaxshi ko'radigan biz braslet sim deymiz. Mana mana shuni 2 xil turdagi bor, 2 xil razmeri, tilla kumush. Buni narxi mana shu turishining narxi 15000 so'm. Undan ham sifati yaxshi bo'lgan ko'pchilik yaxshi, eng sifati yaxshi sim desanglar, mana simimiz bor. Mana shu turishi, mana shu pochkasi 35000 so'm. Buni ham 2 xil razmeri bor, 1 bilan 1,5 razmerli. Lux simlardan eng sifati zo'r bo'lgan yaponskiy brend, yaponskiy deymiz. Endi biz Xitoyda sotayotganimizda ular Yaponiya deb sotadi bizga. Narxi 30000 so'm. Mana shu bitta dona pukovkasining narxi, hozir ochib ko'rsataman. Mana shu narxi 30000 so'm. Bunda taxminan 9-10 metr bo'ladi. Undan keyingi o'rinda mana bu katta rulonlarimiz, bular narxi 35, 03, 04, 05 razmergacha. Mana bu kichkina pukovkasining narxi 15000 so'm, katta pukovkasi 35000 so'm. Bundan sifati sal pastroq bo'lgan, yangi keldi. Buni narxi, bunda sal metr ko'p bo'ladi, sifati sal pastroq hisoblanadi. Buni narxi 25000 so'm. Bunda ham 04, 05, 06 razmerlar bor.